Oldingizda farq ko'rib ketgan joyimizni dizayn yechimini qilib berdik. Bizda Global Coffee yozuvi bo'ladi, logotipi bilan hamda o'ng va chap taraflarida ham hamma tomondan ko'rinish bo'lish uchun piyodalar yo'lakchasi oldidagi ko'cha juda ham ajoyib chiroyli. To'g'ridan-to'g'ri mana shu ikki tabaqali eshik bilan kirib borasiz. Kirib kelishingiz bilan panoramli oyna kafe bo'ladi. O'ng tarafimizda bar. Mana bu yerda stullar joylashadi. Ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Bar tomonga qaraganimizda aynan mana shu yerda bar, o'zining omborxonasi va sanuzeli bo'ladi. Patologimiz shu holatda qoladi, faqat qora rangga bo'yab yuboramiz. Mana bu hozirgi holati bo'lsa, tez orada mana bunaqangi holatga keladi. Ishdan qaytayotib yoki o'rtoqlar bilan kelganingizda shuna kassaga kelasizlarda, bitta amerikano, ikkita cappuccino aytib, xohlasanglar 2 kishilik, xohlasanglar bu yerda yumshoq zonada 4 kishilik joylarimizda o'tirib, panoramli oynadan mashinalarning shovqinini ko'rib, qishlarda, yomg'irlarda dizaynini qildirib olsanglar, savol kamroq bo'ladi qurilish jarayonida. Xudo xolasa, mana shu joyda sizlar bilan birgalikda kofe ichib o'tirish nasib qilsin. Hozirgi joy lokatsiyasi shundoqqina Yunusobod Gallery'ni oldida.